Assalomu alaykum. Alaykum. Qachon keldingiz aka? 3 kun bo'ldi. Nimaga xabar bermadingiz? Bir ikkita ishlarim bor. Shularni bitirish kerak. Qanaqa ish? Yordam kerak bo'lsa, Yo'q. Ish bitdi. Nima ish aka? Ikkitasi bilan hisob-kitobim bor. Shularni yo'qotish kerak edi. kim edi ular? Qo'yib. O'zingizlar nima gap? Yaxshisi, biror joyga borib o'tirib gaplashaylik-a. O'zbekning ovqatlarini sog'indim. Bo'ldi, ochaveraymi? Hozir yana ozgina. Shoshma. Mana. Voy! Endi kechirdingmi? Yo'q hali, o'ylab ko'raman. Ketdikmi? Ketdik. Chiroyli juftlik-a. Ha. Maktab davrlari zo'r edi-ya. O'tib ketdi. Men ham sog'indim. Kirmaymizmi? Yo'q, halal bermaydi. Aytgancha, Zarnigor bilan gaplashib turibsan? Hozir u Qozog'istonda musobaqaga tayyorgarlik ko'radi. Kelmasmikan? 1 yildan keyin deb aytdi menga. Unda yaxshi. Yur, biz ham aylanamiz. Mayli. edim ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldimmi endi begona. Axir o'zing eding qalbimda yagona parvona. Unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi, tunlarim bemazmun dil seni so'raydi. Xayollarimda sen xayolim qo'nsaydi, yo'q unutkim kelmaydi. Bor o'shalarga bor agar sevsa seni, mendanam kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshiq u bemor. Bo'ldi qil. O'lurmagan, o'lgan odam o'ldi ketdi. Ahmad, ikkita kattani Xurshid bilan qassobni yo'q qilgan. Tushunyapsanmi? Mayda-chuda bo'lsa ham mayli edi. Xurshidni qamoqda o'zida o'ldirgan. Qanaqa qilib? Bu bizga nisbatan ogohlantirish. Kim qildi deb o'ylaysan? Bilmayman. Menimcha bu ish Rahmatjon qilgan. Ha, sevishganlar. Biz sevishgan emasmiz. Yo'q-e. Hozircha. Ay, yo'q-e. Keyinchalik ham. Yo'q-e. Bo'ldi qilgan. Bu qishani endi qachon o'g'irlaysizlar? Men senga отчет bermayman. Hali ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam bo'ladimi? Keling xizmat. Men yangi o'quvchiman. Hasiljon va Mahliyo. Ha, o'sha yangi talabasiz siz-a? Marhamat, uni bilan oldiga o'tirishingiz mumkin. Aha, xo'p, rahmat. Rahmatjon. Mahliyo, Nabi deb chaqirishadi. Darsdan keyin tanishasizlar. Qizlar bilan qo'l berib tanishadigan bo'lib qoldingizmi? Rashk qilyapsanmi? Bizlar do'stmiz-a? Do'stlikda rashk bo'lmaydi. Naborot bir-biriga baxt tilaydi. Bu ham do'stona rashk deyiladi, между прочим. Jamoa yig'moqchiman degan. Ha.
Bularni hammasini teng-tugi bilan yo'qotib yubormoqchiman. Bu ish sen o'ylaganchalik oson emas. Bilaman. Qiyin. Lekin imkonsiz degani emas-ku. O'shanga yordamingiz kerak. Sen nima deysan? Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Mani bu ishlarga aralashtirmanglar. Bu yerga sizni hurmatingiz deb keldim. Boshqa gaping yo'qmi? Yo'q. Sizlarga ham maslahatim shu. Bu ishni yig'ishtiringlar. Saman to'g'ri aytyapsiz. Bu ish oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Mani ishim bitdi. Vaqtda to'xtashni bilish kerak. Az qayerda o'tiramiz? Ha. Befarosat. Ismingiz chiroyli ekan. Mani ismim Rustam. Hamma tanishganimdan xursandman. Manda gaping bormi? To'g'risini aytsam, sizga anchadan burun bir gap aytaman deyman. Hech aytolmayman-da. Nima gap? O'zi bolalar qayerda? Ahmad, keyin boshqalar. Bolalar bir ish bilan ketgan. Nima gap o'zi? Tez-tez gapir, ichimni qizdirmasdan. Bilasizmi? Sizni sochlaringiz, ko'zlaringiz, gavdangiz, mo'ylovlaringiz menga shunaqa yoqadi. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Mancha? Sen ham yoqasan menga. Unda nima qilamiz? Nimani? Obbo. Sevishamizmi? Men hozir 5 daqiqada kelaman. Qayerga? Hozir kelaman. Xo'p, faqat tezroq keling. Sog'inib qolaman. Rahmatjon sanmi? Chiqaver bilib oldim. Rahmatjon boshqa joydan topasan. Yetadi. Funny. Kechirasiz. İsmingiz Befarosat edi, adashmasam? Eshitaman. Ha, auditoriyada narsiz qolib ketibdi. Voy, rahmat. Yo'qotib qo'ydim deb rosa xafa bo'ldim. Rahmat kattakon. Yaxshi dam oling. Xo'p. Aytgancha, ismim Nabi. Nabi? Befarosat chiroyliroq edi. Qo'lga tushdingmi? Ne? Men sendan qochib yurmadim. Senga o'xshagan xezar emasman, qochib yuraman. Tushunmadim.
Shirin tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilsam ekan, a? Nima, sevgan odaming nima yaxshi ko'rishini bilmaysanmi? Bilaman. Nima ekan? Men yonaga qarama. Baribir aytmayman. O'zing storiesida ko'ra olasan. Ko'ramiz. Aytgancha, Samandar bilan gaplashmadingmi? Yo'q, Nimaga yaqin o'rtoq edilar-ku? o'rtog'im, lekin ozgina tortishib qoldik. Nimaga? Ha, qo'yur, o'zimizdan tema. Ana urishayotgan Rustammi? Rahmatjon, to'xta, aralashma. Ketdik. Sizlar bilan hali gaplashamiz. Alo. Eshitaman. Agar unga nimadir bo'lsa, hammani o'ldiraman. To'xta. Men ham boraman. Sani ish emas, aralashma. Bu ham seni ish emas, aralashding-ku. Men ham boraman. Aralashma. Men o'zimni temaman. Rahmatjon!